Keyin shu hozir 4% семейный ipoteka olsa bo'ladi, 2 yilga 4%, keyin 6%. Ana 28-kuni borib o'zimiz hujjatdan o'zimiz emlaklar uyoqdan ekan, mana Akram do'stimizdan undan ham informatsiya olamiz. Hozir qaysi rayonlarda bor o'zimiz mana Krasnoyarsk shahrida tayyor 2 xonali, 3 xonali, 1 xonali, novostroyka, hozir tayyor nimalaringiz bormi? Tayyor shu novostroykalar ham bor. U Solnечный tarafda, Pravdalik tarafda. Endi bu yil topshiriladigan shu Moskvada ham bor. Har rayonda bor. Oldlaringizda o'tiraman. Polnost. Takansa ish bitgancha oldingizga o'tirasiz. Joy qarangizlarda juda qiziq bo'ldi-da. Hozir aksiya ketayotgandan topib beradi. Zemlyagimiz aksiya qayerda zo'r nima bo'lgan bo'lsa, aksiyani topib berar ekan. Variantlar aytadi ekan, ko'rsatadi ekan, hamma gapni qilib beradi ekan. O'sha qancha deyilgan bo'lsa, o'sha narxda beradi ekan. Uni narxi ustiga qo'shish, ayirish, unday narsa yo'q ekan, absolyutno besplatno. Qarangizlarda, mana shunaqa agar realtorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Mana shu yerda переговоры ekan bu yerda. To'g'ri. Ha, переговоры kelib, gaplashib ketishingiz mumkin ekan. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, qadrli obunachilar, sog'misizlar? Aziz yurtdoshlar, mana biz hozir Krasnoyarskda bu videoni chiqaryapmiz. Улица Partizana Железняка 38 ga tungi soat 21:30 da keldik. Bu yerda полезные люди deydi. O'zbekchasiga tushunlaringiz. Endi bu yerda bir do'stimiz realtor bo'lib ishlaydi ekan. Yo'q, realtor bo'lib ishlaydi ekan. Hozir esa kirib, bu o'zi nima soha, realtor nima ish bilan shug'ullanadi, o'shani bilib chiqamiz. Kuzatishda davom eting, bu yog'i juda ham qiziq. Mana azizlar, полезные люди Soyuz Realtorov degan ofisga keldik. Bu yerda ofisda Akram do'stimiz ishlaydi ekan. Hozir ishxonasiga keldik va ko'rsatib o'tamiz. Sizlarga bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Agarda sizlarda pullaringiz bo'lsa, endilikda yer sotib olingizlar. Nimaga deysizmi? Chunki endi yer qayta ishlab chiqarilmas ekan. Buni Akram do'stim aytdi-da. Hozir endi kuzatib borasizlar, qani ketdik. Esilyaptimi go'yo turganlaringizdek. Mana bu ofis, bu yerda ishlar ishlaydi ekan. Endi Akram yo'q kerak. Qani ko'ramiz. Lekin 21:30 da, tungi 21:30 da ishlayapti. So'raymiz hozir. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qalay, ishlar bo'lyapti? Ishlar bo'lyapti, rahmat. Bu soat 9:30 bo'lib ketmaysizmi? Ishlayverasiz ekanda. Men hozir 6 da tugadim. Siz kechgacha ishlaysiz. Meni kutib qoldingizmi? Albatta, qana bir joyingiz bormi? Shuni o'tirib bir yaxshi soat bo'ladi. Bemalol, shu yerda o'tirsak bo'ladi keyin. Qani o'zimiz переговорный komnatalarimiz bor. Bu переговорный komnata bor ekan. Qani, ko'ramiz переговорный komnatasini. Mana aziz yurtdoshlar, ko'rib turganlaringizdek, realtor do'stimiz oldiga keldik va bizga murojaat bilan chiqqan edi. Realtor bo'lib ishlayman deb, mana endi batafsil ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum Abdubor. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Xudoga shukr. Endi o'zingiz haqida ma'lumot bersangiz. Realtor bo'lib Krasnoyarskda ishlayapsiz. Necha yil bo'ldi? Nima ishlar bilan shug'ullanasiz? O'shalarni aytib bersangiz. Men realtorlik bo'lib 6 yil ishlayman. Xudoga shukr. Endi shu men Rossiyada o'zi aslida birinchi sinfdan shu yerda. Tojikistondan kelganman. Shu Chayroq Tayrondan. Chayroq Tayrondan Shu birinchi sinfdan shu yerda o'qibmiz. O'ris maktabda tugab turib, keyin texnikumda tugatdik. Shahrda ishladik, o'zimizga odamlarga yordam berib, otalarga yordam berib turib, shu dvorda ham ishlaganmiz, stroykada ham ishlaganmiz. Shu keyin Novokuznesda уже yashab, bu yoqda metallurgiический kabinetda ishlaganmiz. Shu xudoga shukr, shu universitetda yoqda o'qidik. Keyin уже Novokuznesdan shu yerga keldik, Krasnoyarskka shaharga. Endi hozir xudoga shukr 6 yil bo'ladi. 6 yil bo'ladi. Endi siz Krasnoyarskda yashayapsiz, shundaymi? To'g'ri. To'g'ri, men Novokuznesdan boshladim, shu realtorlik bilan tanishdim. Chaqirdi odamlar ki realtorlik bo'lib ishlaysan, попробовать qilasan degandek. Shu keldim, ma'qul keldi. Endi o'zlarimiz odamlarimizga yordam beryapmiz. Farqi yo'q. O'rislarga ham kim bo'lsa kelsa, shu hammasiga yordam beramiz-da. Значит, 6 yillik stajingiz bor shu sohada.
Novkuznetsda ham, shu Krasnoyarskda ham, keyin farqi yo'q. Shu Rossiyada bo'lsa ham yordam beramiz, shu Severniy Kiprda farqi yo'q, qayerga bo'lsa. Shu yerda ham ishlab turib, Krasnodarskka krayda ham yordam berganmizda, shu yerda sotdik, shu yerda yordam berdik sotib olishga. Ha, mana shu yerda turib, Rossiyaning xohlagan joyidan yordam berib, o'sha narsani olib berishlari mumkin. Endi qarang, realtor deganda tushunamiz, mana ko'pchilik ham biladi, realtor ushlash kerak, arendaga xizmat qilish bo'lsa ham realtor, uy sotib olish bo'lsa ham realtor, shundaymi? O'sha yo'q, men nuqul shu sotib olishga, sotishga. Arendaga ham yordam beraman, lekin arendaga o'zim tanishlarim bor, o'rtoqlarim, shularga beraman, shular yordam beradi. Ha, asnoviy sizning vazifangiz sotib olish faqat, ha? Sotib olish, ipoteka, одобрение, семейная ipoteka, shular yordam beramizda полностью. Shu юридическое сопровождение. Biz meni yurist advokatim bor. Shu yurist advokat bilan shu предварительный договорды, основной договорды, keyin shu kvartirani tekshiradi, o'sha prodatslarni tekshiradi, shu предбанкротный состояние degansi borda. Полностью keyin odamlar hech kim propisan bo'lmashi kerak, spravkalarni hammasini собирать qilamiz, qarzlari yo'q, hammasi top-toza deb turib shu 100%da. Qarang, sizlarda pustoy uchastka ham sotiladi-ya? To'g'ri. Pustoy uchastka, kvartira, dacha, hammasi tayyorlangan. Sizlar o'zlaringiz mana shu yerda sotib bergansizlar, ha? To'g'ri. Sizda Telegram kanal ham bo'ldi-ya? Ha, Telegram kanalim bor. Shu Telegram kanalda shu hammasi yangi uylar, yer uylar, kvartiralar, har xil hamma narsasi bor. Odamlar o'zimizniki ham bor, kimga sotdik, kimni sotib oldik. Yerlarda farqi yo'q. Shu семейный ipoteka qanaqa yangilik novostlar kelyapti Centrobankdan, qanaqa hozir aksiyalar bor, застройщикdan. Shu hamma shu kerak bo'lsa, shu yerda Telegram kanali topasizlar. Ha, mana ko'rib turganingizdek, Telegram adres yozilgan, telefon raqami yozilgan va adres ofis yozilgan. Bemalol telefon raqamlariga o'sha yozilgan adreslarga kelib, Telegram kanallarida kuzatib borishlaringiz mumkin. Va endi savolimiz, hozir семейный ipoteka qancha bo'lyapti? Семейный ipoteka bor, hozir har xil застройщикda aksiyalar sotadi. Hozir семейный ipoteka subsidiyasi ham bor. Lekin застройщикlar bor, kim без subsidiya shu 20% первоначальный взнос beriladi, материнский kapitalda ichkariga kirsa bo'ladi первоначальный взноска. Keyin shu hozir 4% семейный ipoteka olsa bo'ladi, 2 yilga 4%, keyin 6%. Ya 4,5% u весь срокka u VTB bankda hozir olsa bo'ladi. Shu qilsalaringiz shu bemalol to'g'ri. Misol hozir kimdan-kim misol o'zi yashayotgan joyini bilan o'g'lini ulayapti, o'g'liga bir kvartira olib berib chiqarmoqchi bo'lsa, o'sha tomondan telefon qilsa bo'ladi-ya. Biz mana shu rayondan kerak bizga desa, o'sha rayonlarda ham bor. Ha, to'g'ri, bemalol. Beramiz. Qarang, hozir men семейный ipotekaga Novostroyga yo'lmoqchiman. Menga topib berdingiz, misol bitta ko'rsatdingiz, mana shunaqa uy, mana shuncha narsa turdi dedingiz. Hammadagidan qilib berasiz. Dokumentlarini hammasini o'zingiz qilib berasiz. Nima kerak, nima qilish kerak, polni. Men pulni beraman. Misol 6 million uy bo'lsa, undan tashqari siz qilgan xizmatingiz uchun siz uslugingiz qanaqa bo'ladi? Qarang, семейный ipotekaga yangi uydan застройщикdan olsa, u bepul bo'ladi. Mana shu ichkarida nima bo'ladi? Siz kelasiz, biz tanladik, men sizga преимуществоni, minuslarni, plus-minusni hammasini tushuntirib beraman, aytib beraman. Qaysi rayonda qanaqa variantlar bor. Keyin qaysi застройщикda aksiyalari bor. Keyin dokumentlar qanaqa ipoteka kerak. Ipoteka u ham bepul, men aytaman qanaqa dokumentlar kerak bo'ladi. Shu основной pasport, снюс, ish joyidan dokumentlar bo'lsa, yaxshi. Ish joyidan dokumentlar bo'lmasa, ish ketmas. Yo'l topamiz. Keyin shu свидетельство о рождении, shu семейный ipoteka albatta просто ikkita farzandlar 6 yoshar bo'lishi kerak-chi. Bemalol kelsalaringiz, shu bitta bo'lsa ham 7 yil kirmagan bo'lsa bo'ldi. To'g'ri keladi семейный ipoteka. Семейный ipoteka to'g'ri keladi. Bo'ldi, shu dokumentlar bilan, материнский kapital bilan, sertifikat bilan kelasizlar. Keyin yoqda остаток выписка kerak. Men uni o'zim to'g'rilab beraman остатокni. Qayerdan olish kerak? Shu. Keyin bankdan to'g'ri qilsa ham hammasini javobini aytib beraman. Nima deyish kerak? Qancha qayerda ishlaysiz, men deb turib hammasini tushuntirib beraman. Keyin одобрение bo'lgandan keyin забронировать qilib turib dokumentlarni застройщик bilan jo'natadi. Согласовать qilamiz hammasini bank bilan. Bankka kelamiz, men tushuntirib beraman.
Shunaqa dokumentlar, shunaqa shu yerda qo'lda qo'yasizlar, shu yerda tekshirasizlar. Shunaqa stavka bo'ladi, shunaqa ежемесячный платеж bo'ladi. Shu bankovskiy расходlarni hammasini оплатить qilasizlar. Men shu oldinglaringizda o'tiraman. Полностью. Do konca ish bitganicha oldingizda o'tirasiz. Joy qarangizlarda, juda qiziq bo'ldi-da. Hozir aksiya ketayotgandan topib beradi. Zemlyagimiz aksiya qayerda zo'r nima bo'lgan bo'lsa, aksiya topib berar ekan. Variantlarni aytadi ekan. Ko'rsatadi ekan, hamma dokumentni qilib beradi ekan. O'sha qancha deyilgan bo'lsa, o'sha narxda beradi ekan. Uni narxi yo'q, qo'shish, ayirish, unday narsa yo'q ekan. Absolyutno besplatno. Qarangizlarda, mana shunaqa agar realtorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlarda, mana shu yerda переговоры degan bu yerda. To'g'ri. Ha, переговоры kelib, gaplashib kelishingiz mumkin ekan. Shoshilingiz, mana bemalol kelib, telefon qilib o'tirmaysizlar, sразу keyingizlarda mana shu yerga kelib, sizni so'raman. Akram desa bo'ldimi? Bo'ldi. Akram desa mana shu yerda Tushunadi, ham biladi hammasi. Aha. Keyin menga boya bir narsani aytdingiz. 28-kunda qanaqadir bir kunga uyoq berasiz. 28-kuni Xudo xohlasa borib turib, kvartirani принимать qilamizda. Yangi uyda yaxshi joydan Planeta tarafdan olgandik. 1,5 yil o'tdi. Chidadi, odamlar to'ladi. Xudo xohlasa hozir boramiz 28-ga ko'rsatamiz. Ma'no oldik, qanaqa endi o'zlari odamlar aytsa-da, necha narxga olgan o'zlari aytadi. Tak ko'rsatamiz, qayer joyda oldik, qanday в общем приемка kvartira выглядит qiladi, hammasini o'zlaringiz ko'rasizlar. Qanday bo'ldi, qanday olindi, qancha vaqt ketdi, qancha pulga olindi. Kuzatishda davom etingizlar. Albatta, Telegram kanalida yozib qoldirganmiz. Telegram kanalida yangi uylar, yangi daychalar, yangi uchastkalar sotilyapti. Kuzatib borasizlar va YouTube kanalida Javomiy Kenjayev, Samanar Kenjayev, YouTube kanallarida ham videomizni maksimal targ'ib qilamiz. Albatta, sizlar ham do'stlaringizga, tanish bilishlaringizga videoni podelitsiya qilib qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Chunki o'zimizni o'zbek, mana birinchi sinfdan boshlab Rossiya sharoitida katta bo'lgan, mana ko'rib turganlaringizdek aksent bilan gapiryapti kerak bo'lsa o'zbekchani. Bemalol kelib, mana shu do'stingiz bilan o'zbekchasiga gaplashishingiz mumkin. Mana bizlar yangi kelganmizda, men aqsar ruscha tushunmaydiganlar bo'lsa, bemalol o'zbekchasiga bu yerdan olib gaplashib, tushunib olishingiz mumkin ekan. Videoni kuzatishda davom etamiz. 28-kuni do'stimiz bilan Planeta tomonidan kvartira sotlangan, uni video obzorini chiqaramiz va yangi videolarni qo'yib boramiz. Endi qanaqa yangi video? Yangi uchastka, yangi dacha, yangi kottej, kvartira, tayyor kvartira bo'ladi sizlarda. To'g'ri. Aynan. Tayyor kvartiralar kerak bo'lsa, mana YouTube kanalida kuzatib borayotgan bo'lsangiz, albatta misol siz Novosibirdanmisiz yo bo'lmasa Surgutdanmisiz? Bemalol yozishingiz mumkin. Surgutdan kerakmi? Surgutdan kerak desangiz, bularning firmalari ves Rossiya bo'ylab bor ekan. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Endi kuzatishda davom etasizlar. Xayr demaymiz, ko'rishguncha deb qolamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lingizlar.